Ayollarning oltin zibu-zinatlariga zakot berish. Savol. Assalomu alaykum. Ayollarning oltin zibu-zinatlariga zakot kelamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Olimlar ayollarning oltin zibu-zinat buyumlari zakot berish o'lchamiga yetsa zakot kelamdi yoki kelmamdi deb bir qancha ko'z qarashlarda bo'lgan. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh ayollarning oltin zibu-zinat buyumlari zakot berish bayliq o'lchamiga 85 gram oltinga yetsa bir yil vaqt o'tgandan keyin zakot berish vojib deb qaraydi. Bu qarash yana Hazrati Aisha, Umar, o'g'li Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas va Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhularning qarshidir. Shundaqla Hazrati Sa'd ibn Musayyab, Sa'd ibn Jubayr, Ata, Mujahid, Zuhri, Savri, Umar ibn Abdul Aziz va Imom Avza'i, Imom ibn Hazm qatorliq bir turkum tabi'in va mujtahidlardan rivoyat qilingandir. Bu Imom Shafi'i rahmatullohi alayhidan kelgan ikki qarashning biridir. Imom Ahmaddan kelgan bir qarashdir. Bu olimlarning asoslangan dalillari oyat va hadislardagi oltinda zakotning farzligiga kelgan dalillarning umumligidir. Yana zibu-zinnatga xos kelgan ba'zi hadislardir. Umum kelgan dalillardan, masalan, oltin kumush yig'ib, uni Allohning yo'lida sarf qilmaydiganlarga alamlik azob bilan bishorat bergan. Bu kunda u bayliqlar jahannamning o'tida qizitilib, uning bilan ularning peshonlari, yonlari va dumbillari dog'lanadi. Ularga bu sizlarning o'zinglar uchun yiqqininglarning vabolini tetinglar deyiladi. Tavba surasi 34-35 oyatlar. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu mundaq deb rivoyat qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 5 uqiyadan tuvan kumushga zakot yo'q. 5 tugidan az molga zakot yo'q. 5 vasaqqa yetmagan hosilda o'chiri yo'q degan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimki Alloh ato qilgan pul malining zakotini bermasa, uning pul mali qiyomat kuni uningga ikki javog'ida ko'pik o'rlab turgan bir cho'ng taz yilonning shakliga kirgizilib, uni chirmib oladi. Andan uning ikki qovuzini qamab turib, "Men sening pul maling, men sening yiqqan dafni dunyoying" dedi. Andan bu oyatni o'qidi. Allah o'z fazlidan berganini sarf qilmay, baxillik qiladiganlar uni o'zlari uchun foydali deb o'ylab qolmasin. Aksicha bu ular uchun ziyonliqdir. Ularning baxillik qilgan narsasi qiyomat kuni ularning bo'yniga taqoq qilib silinadi. Osmonlarning va yerning mirosi Allohningdir. Qiladigan barliq amallaringlardan Alloh xabardordir. Al-Imron surasi 180-oyat. Yana Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyatida mundaq kelgan. Biror xazinaning egisi uning zakotini bermaydi ekan, qiyomat kuni u xazina zahrining kuchliklaridan beshining qasriga tushib ketgan erkak yilonga aylanib, og'zini yo'g'on ochib uni qo'g'laydi. U qochadi. Yilon ko'mib qo'ygan xazinani elib ol, menga kerak emas deb to'laydi. Xazinaning egisi yilondan qutulolmay, qo'lini yilonning og'ziga tiqadi. Yilon uning qo'lini xuddi hayvon cho'pni parasiltib chaynagandek chaynaydi. Zibu-zinnatga xos kelgan dalillardan masalan, ikki ayol kishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga ikki qo'llarida oltin bilezik bor holatda kelganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga: "Janobi Alloh sizlarga qiyomat kuni o'tdan bilezik silishni yoqtiramsizlar?" deb so'ragan. Ular yo'q degandan keyin ularga: "Undaqda qo'llaringlardagi bu oltinning haqqini ado qilinglar" degan. Abdullah ibn Shaddad ibn al-Had mundaq degan. Biz Aisha radhiyallohu anhaninkiga kirgan edik, u mundaq so'zlab berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qashimga kirib, qo'limdagi cho'ng-cho'ng kumush uzuklarni ko'rib, "Ey Aisha, bu nima?" deb so'radi. Men: "Ey Rasululloh, men bularni o'zlariga zinnatlanish uchun yasatdim" desam, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bularning zakotini ado qilamsiz deb so'radi. Men: "Yo'q, yoki shundaqroq bir so'z desam, o'ttin bu sizga yetarlik" dedi. Ummu Salama radhiyallohu anha rivoyat qilib deydi-ki, men oltindan zibu-zinnat taqib olgan edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan: "Ya Rasululloh, bu sarf qilmay to'plab olgan bayliq bo'lamdi" deb so'rasam, Rasululloh: "Zakot beradigan o'lchamga yetib, zakoti berilgan bo'lsa, sarf qilmay to'plab olgan bayliq bo'lmaydi" dedi. Asma binti Yazid radhiyallohu anha rivoyat qilib bunday deydi:
man hammom bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzuriga kirgan edim. Hammomning qo'lida oltin bilazuklar bor edi. Rasululloh uning zakatini beramsizlar deb so'radi. Biz yo'q desak, Rasululloh alloh sizlarga o'ttin bilazuk solib qo'yishdan qo'rqmamsizlar, uning zakatini beringlar dedi. Boshqa bir turkum olimlar zakat kelmaydi deb qaragan. Masalan, imom Malik hazratlari zabu zinnatni tijoratga yoki beshiga kun tushganda yoki qizimni chiqarganda ishlatarman deb emas, o'zi ishlatishga tayyorlagan bo'lsa, naqadar ko'p bo'lib ketsa-mu zakat berish vojib emas deb qaragan. İmam Şafii hazratlaridan kelgan ikki qarashning sahihrakida ayollarning oltin zibuzinnatlari isrof doirasiga kirmaydigan holatda normal bo'lib, uni ayol kishi o'zi silib ishlatishga tayyorlagan bo'lsa, uningga zakat berish vojib emas deb yuqoridagi hadislarni isrof qilgan ahvollarda kelgan deb qaragan. İmam Ahmad rahmatullohi alayhi ishlatishga tayyorlangan zibuzinnatga zakat kelmaydi deb qaragan. Bu qarash Jabir ibn Abdullah, Aisha ibn Umar, Anas radhiyallohu anhulardan rivoyat qilingan. Shundaqla Sha'bi, Hasan Basri, Qatada, Ishaq ibn Rahuvay, Abu Savr va Abu Ubayda qatorliq tabi'in va mujtahid imomlarning qarishidir. İmam Shavkani, İmam Qardavi qatorliq ba'zi olimlar mushu qarashni dalil jihatdan kuchli deb tarjih qilgan. Bu qarashning dalili Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zabu zinnatga zakat yo'q degan. Lekin bu hadisni muhaddislar batil, asli yo'q degan. İmam Bayhaqi rivoyat qilishicha, Hazrati Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma ayollarning zabu zinnatlariga zakat berish kerakmi deb so'ralgan. U yo'q degan. Ba'zilar uningdan 1000 tillaga yetsa zakat kelmamdi deb so'raganda, Hazrati Jabir uningdan ko'p bo'lsa zakat kelmaydi degan. Yana İmam Bayhaqining rivoyat qilishicha, Hazrati Abu Bakrning qizi Asma xonim qizlarga 50 ming tillaga yaqin oltin bilan zibuzinnat olib, ularni bezigan. Uningga zakat bermagan. Yana İmam Malik rivoyat qilishicha, Hazrati Aisha radhiyallohu anha akasining yetim qizlardan xabar oladi. Ularning oltin zibuzinnatlari bor edi. Hazrati Aisha ularning zinnatlariga zakat bermagan. Demak, bu vaqtda kelgan hadislarning sahih yoki sahih emasligida, shundaqla sahih bo'lgan taqdirda nimaga dalolat qilganligida olimlar birlikka kelolmagan. Aniq va sahih hadis kelmaganlikdan sahobalarning qarashlarining o'xshash bo'lmaganligiga qarab, olimlar ikki xil qarashda bo'lgan. Menimcha Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qarashi taqvodorlikqa eng yaqin, eng xotirjam qarash bo'lib, buningga amal qilgan taqdirda hech qanday malomatga duchor qolmaydi. Hozirgi zaman olimlardan Shayx bin Baz, Shayx Usaymin va bin Jibrin qatorliqlarmi mushu qarashni tutmoqda. İmam Shafiining qarashi dalillarni muvofiq jamlashda eng o'ttira qarash deyishga bo'ladi. Chunki u ayollarning normal zinnatlariga zakat kelmaydi deyish bilan birga isrof qilishni, oltinni besib yetib olishni cheklaydi. Hozirgi olimlar mushu qarashni tanlab fatvo bermoqda. Fikrmi ilgari mushu qarash bo'yicha fatvo berib kelayotgan edim. Keyingi yillarda İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qarashini kuchli deb qarab zakat keladi deb fatvo berdigan bo'ldim. Chunki zakat keladi deb qaragan olimlar dalil qilgan umum dalillar bilan birga, ular dalil qilgan xos hadislarni mo'tabar hadisshunos imomlar sahih va hasan degan. Qarish tarafdagilarning biror sahih hadisdan dalili bo'lmasdan faqatla sahobalarning qarashlariga tayangan. Yuqorida ko'rganimizdek, sahobalar bu masalada ikki qarashda bo'lg'achqa, ularning qarashi bu masalani kesib bir taraf qilishda asos bo'la olmaydi. Qarish tarafdagilar qiyosdan dalil keltirgan bo'lsa-mu, yuqorqi sahih va hasan darajalik hadislarning oldida ularning qiyosi puttasab tura olmaydi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 85-nomerli fatvo.